Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Seldo Kachok. Udin din 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 dun, madin din din dun. Xullas, hammaga salom, sizlar bilan men Seldo. Bugungi videoda men nima edi? Bo'ldi, esimga tushdi. Bugungi videoda men telefonda Java versiyani o'ynashni sizlarga o'rgatmayman. Nima tushundingizmi? Boshqa birovlardan o'rganib olinglar. Xullas, hazilni bilchekkaga yig'ishtiramiz. Bugungi videoda men Java versiyani telefonda o'ynashni o'rgataman. Qani bo'lmasam boshladik. Uning uchun bizga Play Market kerak bo'ladi va Play Marketdan o'zalashib ketdim. Mojo Launcher deb yozasiz. Mojo Launcher deysiz va mana bunday ilova chiqadi va o'shani o'rnatasiz. Endi esa 2-3 yil kutasiz. 2000 years later. Qachon yozdiriladi ekan bu yalamas launcher? Men uni deb 129 megabayt saflayapman. Va nihoyat u o'rnatildi. Endi esa uni skanerlaymiz. Skanerlaydimi yo'qmi qilib ochishni bosamiz va Nigel ilovaga kiramiz. Biz bu yerda akkaunt ochishimiz kerak. Microsoft akkaunt bu haqiqiy akkaunt. EB akkaunt nima ekanini bilmayman. Lokal akkaunt esa biz akkaunt, faqatgina ismingizni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bizga lokal akkaunt kerak. Nima bo'ldi? Bo'ldi, lokal akkaunt, o'zimizga ism topamiz. Ism ham tanlab oldik. Yo'lsa bu ism mana bunday qilsamchi? Bo'ldi. Bunda eng kami 1.12 versiya. Agar boshqa versiya olmoqchi bo'lsangiz Creative Instant va bunda qanday versiya ekanini topasizlar. Fabric Quillet Forge va mana shunday versiyalar bor. Bu nima? Fabric versiyalar, Forge versiyalar va shunday versiyalarni tanlashingizga kerak va bu yerdan olasiz uni va o'shanga kirasiz. Endi esa yana 200 yil kutish kerak. Va nihoyat sketch bo'ldi va play tugmasini bosamiz. Va mana o'yinimizga ham kirdi. Mana mousini mana sichqoncha bilan ham boshqarsangiz bo'ladi. Mana hozir sizlarga unda miyol otishlarni o'rgataman. Modda Among Us. Xullas, shunga playerni bosasiz va Creative World, bu sulal kreativligini, bu boshqa nastroykalar, bu bonus chest, bu cheatlar, bu yerga esa sheet yozasiz. O'zingizni qo'lingizda boshqarsangiz ham bo'ladi.
smusin bossangiz sichqonchada boshqariladi va shunday qilib creatine world tugmasini bosamiz va kelyapti. 2 yildan keyin keladi. Men adashib flat wordni bosib yuboribman. Va mana o'zimga kerakli narsalar. Endi bundan qanday chiqaman? Endi mana sizlarga ko'rsatsam sekta blok qo'yadi shekilli. Ha, blok qo'yadi. Siyoq tugmasini bossangiz pulida uladi. Bunda faqat sindiradi. Guyda mana shunday qiladi. Va F1ga o'xshab inventlarni ochadi. Va bu yerda qishloq bor. Debug mana bunday narsalarni chiqaradi. Chat, shu chat yozish uchun klaviatura kerak, keyboard yozish, masalan gami qilib yozasiz. Tabni bossangiz nima bo'ladi? 3 saraydi bu. Yo F5 ga o'xshagan. Mana bu saklaydi, bu to'nqayadi. Yo. Va mana shunday ajoyib narsa. Xo'p do'stlar, shu bilan videomiz o'zini nihoyasiga yetdi. Yoqgan bo'lsa kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Qani bo'lmasam ketdik demoqchiman. Xullas, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sizlar bilan Serdo bo'ldi. Ko'rganingiz uchun rahmat.